Bizlarni eng qiynagan narsalardan bittasi mana shu detalni tayyorlash. Buni eniga 90 sm, balandligi 50 sm, chuqurligi 6,5 sm li MDF bir-biriga yopishtirib tayyorlab, uni roverdan ochib, har bittasini detalni chiqargandan keyin uni kleyberit kleyda sepiladi va ustidan plyonkani, nemetskiy plyonka yopishtirilgan va shu narsaga biz 5 yil garantiya indamasdan bera olamiz. Shu narsadan qator ishlatildi. Ko'rib baho berasizlar. Ancha qiyin mehnat bo'ldi. Bu qismimizda reception qismini patologida ham xuddi shunaqa qiyin fasollardan bittasini chiqarib berganmiz va bu tarafimizda toshcha, Onyx toshcha atrofini ham xuddi shu narsadan chiqarib berganmiz. Va bu tarafimizda ham mexki mebellarimizni ham o'zimiz xuddi shu narsa interyer asosida qiyin fasolini xuddi shu narsani chiqarib berganmiz. Jurnalni stollarigacha o'zimiz qilib berganmiz. Hattoki Meraki Gardens gastinsasida sanuzullarda alohida e'tibor berilgan. Sanuzulli tepa qismlarini shpondan detal qilib chiqarib berilgan. Ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kuzatib boringlar. Bundan oldingi videolarimizda ham ketma-ket mana shu ishlarni qo'yib boryapmiz. Keyingilarini ham kuzatishda davom etinglar.